Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 9-oyning 24-kuni juma. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sadiq muhabbatlik video programmamni hozir Nahmadan programmamni hozir boshlamoqchi. Bizlarniki ko'gindek men hozir uyda emas, sirtda boshqa bir yerga kelgan. Bu seferdə nələrə bağlılığımı kelar haftalık programında deyman. Hazır naqyapniki özünü başlap ketayli. Ötken hafta men Amerika, Avstraliya, Angliya 3 davlat birlikdə Avstraliyaga yordam berib 8 dana yerasti parxuti hesapladığanlığını degandim. Shu chaqda bir gapni xato deb qo'yibdiman. O suasti parxutlari yadro energiyasıyla mağludu. İşte bu başka ulağalık toxtab enerji qaçlaydigan, enerji to'laydigan ish yo'q. Yadro energiyasi odatda intayin uzun vaqt chidaydi. NASA'niki alam boshliqqa chiqarayotgan nurg'un alam ushqurlarimi shu yadro energiyasi ishlatadi. İşte bu başka uzun chidaydi bu. O'tgan hafta men 2500 kilometrdek mağludu deptiken ben. Ucada aslında benim demek olduğum sanni yemin asıl anlaştırıp koyuptu ben. Bu 8 tane suasti parxutuğa Amerika'nınki intayin ılgartıptı ki başkurulduğun bombası oruntilmakçı. Bu başkurulduğun bombanınki meniş ağırlığı 2500 kilometr. İşte bu başka paraz kıpaksana buludu. Amerika'nın işte parxutları var. Buna parxutlarında ötkende başka uğraşlarda işletken Amerika. Eğer Avustralya'nın suasti parxutları bağ olup, onunla 2500 kilometrgacha bardığan en ilgari tipdeki başkurulduğun bombalar oruntilsa, anikin bu parxutlar Xitay devletiniki etrafındaki denizlerde minip yürse eğerde Xitay devletiniki bulup mu şu Beijing, Şanghay degandek tarafları, Janubiy tarafları asasen bu bombanınki dairesinden kurtulamaydı. İşte bir ahval var. Ben şunu biraz sanlarını hata dep qo'yibdi. Ben şunu bir tushuncha bir o'tay deb qoldim. Bu haftadagi cho'ngroq ishninki birisi Amerikaniki prezidenti Biden Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga berib bir qatam so'z qildi. Bu Biden'niki shu yangidan prezident bo'lgandan keyingi tunji qatimliq so'zlashi. Buniki bu so'ziga berilgan baho umumyuzlik intayin nachar. Xuddi Xitoy kompartiyaning boshlig'i so'zlagandek shunchalik bir deymiz qiziqarli emas odamni zeriktiradigan, o'qitib qo'yadigan degandekroq ashta bir yusindik qildi bu gapni. Endi bu yerda men maishni tilg'ilishning asosiy sabab u emas. Buning asosiy sabab Bidenniki Uyg'ur masalasi to'g'risida nima deganligi. Uyg'urni tilg'amidi, bu kishi qatil tilg'amidi. Bu qatim bunga degini shu dunyodagi har qaysi ellar irqiy millat, irq va diniy jihatdagi oz-sonliq millatlar ustidan yurgizayotgan zulmga qarata zulmlarni eplash kerak deb aşağı dedi Biden. Eplash kerak degan gapni ishlatdi, kondem degan so'zni. Endi biralar Twitterga bir narsa chiqarib bu nutqni biroz epladi. U nima desa, BDT'niki qonun farmonlarida sen berib bukun epla, bukun odaqil norozilik bildirgan deydigan unday ish yo'q. BDT'ning hujjatlarida ashtar ishlarniki oldini olish va uni qilganlarni jazolash degan gap bor. Ashta boshqa ish bo'lmasa, BDT'niki umumiy yig'inida bo'lsa-mu, mush gapni desomamdo Biden degan ba'zi fikrlarni o'tirib qo'yibdi. Albatta bu fikr intayin aqlga muvofiq. Ondan keyin bu hafta bo'lgan yana bir ish o'tganda sizlarga Amerikaniki muhitni qo'g'dash shirig'i mas'ul bo'lgan John Kerryning gapini dedim. Degandim. Bu odam yaqinda Bloomberg'niki bir televizoriya suhbatini qabul qildi 2 kun oldida.
u suhbatni ep bo'lgandan bu odamni gaplarini biroz qisdi. Kun nuridan to'q chiqaradigan taqtaylarning ishi bilan bog'lab turib, hozir Xitoyda mana Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizishdak ig'ir ishlar bo'lyotidi. Shu energiyaga munosabatlik quyosh nuridan to'q chiqaradigan narsalar bilan. Sen buni qanday qaraysan desa, bu odam deydi, davlatlararo munosabatda biz davomli intayin qiyin tanlashlarga duch kelamiz deb shuna dedi. Men ko'rgan videoda gapni shu yerda uzyapti. Qisqa video bak. Uni oxirida nima deganligini bilmadim. U videoni nimaga chiqarib qo'ydim men. Jab atab tushib oldim menga, batunda emasdi. Twitterga chiqarib qo'ydim. Demakchi bo'lgani, xalqaro munosabatda biz har xil qiyin tanlashlarga duch kelamiz. Ashla bo'g'ashqa ba'zi manfaat uchun yana bir narsalardan voz kechishimiz kerak deganda haq ma'niga bordi bu gibi. Demakchi uniki energiya masalasida biz Uyg'urlarni qurbon qilib o'tamiz deganda haq ma'niga bordi endi. Men shu narsani yezib inglizcha Twitterga chiqarib qo'ydim, norozilik bildirib bu kishiga. Bu odam men biladigan ulug' Amerikaga vakillik qilolmaydi deb. Mushtaq gaplarni oshkorlayotdi. Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilikqa qaraysan desa, biz qiyin tanlashlar duch kelyapmiz deb. Demak, o'g'ini biz qolgan tanlashni tanlaymiz, Uyg'urlar tutib turdi deganlar gap bu. Andaki ma'atidagi yana bir yangilik, o'zgarish yangilik. Amerikadagi shu so'lchil medialar izchil turda Baydenni qarg'alachi qo'llab, Donald Trumpga tish tirnig'i bo'yicha o'ch olib, boshqa tashviqotlarni qilib kelgan. O'tgan hafta bu ishlarda biroz o'zgarish bo'lyotdi. Nihoyatda so'lchil medialarmi hozir Baydenniki shu mag'lub bo'layotgan siyosatlarini eplashga boshladi bular. Intayin eg'ir so'zi bilan, qattiq gaplar bilan. Bu jihatdagi ishlarning natijasi bor. Amerika Meksiko chegarasida qonunsuz kishilarniki Amerikaga kirishi intayin eg'ir bu ahvol. Hozirmi necha 100 ming odam bor ekan chegarada. U mag'lub bo'ldi, Afg'oniston ishi mag'lub bo'ldi, Amerikada iqtisodiy mag'lub bo'lyotdi. Hozirligi balbası üsüp pulun pahalışı intayin eg'ir Amerikada. Aşağı boğazqa mush sahalarning hammasida mushu so'lchil medialar Baydenni tanqidlashga boshlabdi. Eg'ir gap bilan. Buniki bir tipik misoli The Hill degan bir media bor. Bu asosan Amerikaniki poytaxtidagi ishlarni deydigan. U intayin so'lchil aslida. Bumi mushu necha kun oldida bir maqola e'lon qilib, hozirgi boshliqni qattiq tanqidlabdi. Hozir endi kishilar, ba'zi analistlar deydi, hozirgi boshliq kalisidan ketib qolgan, yeshi cho'ng bo'lganligi uchun uniki yaqinda yuz bergan bir qancha ishlar bor. Chet el rahbarlari bilan ko'rishish ishlarida, muxbirlar bilan ko'rishish ishlarida bu odam gap qilib qo'yganchilik, uniki mikrofonni uzitib bordi. Buni birisi boshqarib, boshqa yerda turib, Bayden hech qanday gap qilib qo'ymayotdi. Nimishqa desa, Baydenning og'zi ochilsa, undan nima gap chiqadiganligini hech kim faraz qilolmaydi. Gap taqatuqu. Ashtaq bir holatda bo'lg'achqa, Amerikada bir qonun bor ekan, agar Amerikaning prezidenti kasal yoki qirib ketish sababidan o'ziniki rolini yaxshi normalni joriy qila olmasa, uni tushiritib o'rniga muavin prezidentni chiqaramiz deydigan qonun bor ekan Amerikaning. Hozir ba'zi analistlar deydi, klerjilikqa shu qonunni chiqarib Baydenni pensiyaga chiqarib qo'yishi mumkin. Uning o'rniga Kamala Harris'dagi ayol chiqishi mumkin degan gaplar bor. Aslida farazlar bor, qanday bo'ladi uqmaymiz. U ayol chiqsa, hozirgi boshliqdan nachar deydi nurg'un kishilar. Shunga Amerika bir ajoyib ahvolning ichiga kirib qoldi hozir. Shunga o'tganimizlar degandek imkon bor bu davlatning gapini demay tirishayapman. Ammo Uyg'urlar bilan munosabatli bo'lganlik uchun yana ba'zi gaplarni dab qo'yishga majbur bo'lib qolyapman. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar, Amerikada Go'ngi degan bir Xitoy bor. Bu Xitoy to'g'riliq, bu Xitoy zodi kimning adami kim uchun ishlaydi degan narsalar rasmiy bir taraf bo'lib bo'lmaydi. Uni Xitoyning adami ekan degan gaplarmi bor.
Xitoy rahbarlari ichidagi nurg'un ishlarni pash qilgan bu odam ayni vaqtda. Shunga ba'zi Xitoy demokratchilari buni hatto Xudoyim bizga evatgan nima deymiz bir farishta nima bir payg'ambar degandek darajada gap qilib ketganlarmi bor burun. Hozir ularning hammasi bu odamga qarshi turdi. Bu odam bir narsani dedi. Shu 9-oyniki 19-20 kunlari bizning vatandagi bir lagerda 300 dek adam o'lib ketibdi bir vaqtda. Bu odamlar virusda yuqinib o'ldimi yoki ularni qatlam qildimi, o'ldirdimi Xitoy hukumati aniq emas. Ammo 300 dek odamniki o'ldirilganligi aniq degan bir videoni chiqardi bu odam. Bu videoni men Twitterga chiqarib qo'ydim. Ko'p asanglar bo'ladi. Endi Uyg'urlarniki bu jihatda uchragan ziyonkashliklar bek og'ir. Bizga kelgan yo'qotish bek og'ir. Ammo shu xabar chet elga chiqamayotdi. Mademki bu tunji qatim rahbar nasini deyishi endi. Amaliyotda virusning ahvollari lagerlarda qanday bo'lib ketdi aniq emas. Urumchidagi bir lagerda necha yuz xodimlarni akitib tekshirgan ahvol bor. Men xabarni anglagan burun demak Urumchidagi eng cho'ng bir lagerda. Demak lagerga mubodi degan gap virus. Ana shundan qanchalik bizga ziyon bo'lib ketdi buni bilmaymiz. Yaqinda yana bir muhim hujjat pash bo'ldi Xitoy virusiga oid. Buningda deyilgan ikki masala bor. Uning birisi Xitoydagi ba'zi tadqiqotchilar Xitoy hukumatiga iltimos qilgan ekan, pul iltimos qilgan ekan. U pulni nima ishlatmoqchi ekan desanglar, hozirgidek Xitoy virusini qarshi paranga silib, shu orqali bu virusda qanday o'zgarish bo'lganligini kuzatish, shularni aniqlab chiqish haqidagi tadqiqot loyihasi bu. Bu ish intayin vahshiy ish. Nimishqa desanglar, hozirga qadar Xitoy virusi tabiatdan kelgan emas degan yakun chiqarganlik rasmiy shaklda bo'lmasin nurg'un kishilar ishlatadi. Agar Xitoy buni qarshi paranga silib, ondan keyin u yerda bu virus o'shada yashab yoki boshqa yoqqa o'zgarishmi yashab tura olsa, buni Xitoy asallam demak ko'dinglarmi bu virus shiparangdan chiqqan deydi. Aslidagi maqsadim shu, bu birisi, ikkinchisi ashta qila olsa bu virusni tarqitish texnik qo'laylik bo'ladi. Nurg'un qulayliklarni keladi. Ashta boshqa bu ishlarmi dunyodagi razillikning eng yuqori pallasi deb qaralyotdi. Bu birisi. İkincisi necha yilning oldida, 2 yilning oldida Arabistonda bir virus chiqdi ekan. Bu virusniki odamlarga yuqish va odamlarni o'ldirish iqtidori Xitoy virusidan og'ir ekan. Hozirga qadar dunyoda Xitoy virusidan yuqumlangan va shunda o'lib ketgan odamlarniki statistikasini chiqarsanglar, yuqumlanganlarniki ichidan o'lib ketganlar 2% chiqadi ekan. Bu Arabistonda chiqqan virus bo'lsa 30%dan oshadi ekan. Uning yuqumlangan odamlarning o'ldiganlarning soni 30%dan oshadi ekan. Ashta boshqa Xitoy shu virusni kelib, shular to'g'ri tadqiqot olib berib, qurol yasashdak ishlar haqida ashta narsalarni o'tirib qo'yib beqibdi ekan. Mush narsalar bayon qilingan hujjat pash bo'lib qoldi necha kun oldida. Bumi xalqarada xalq cho'ng xabar bo'ldi. Shunga deb qo'ygan kelyapti. O'tgan haftada chiqqan yana bir xabar Xitoydagi bir guruh odam, buning ichida intan cho'ng yuqori darajalik rahbarlar bor markazniki. Shulardan boshlab harbiy ichida bir guruh odam Xi Jinpingni o'ldirmoqchi bo'libdi ekan, ammo bular tutilib qoldi degan gap chiqdi. Bu gaplar g'arb mediasiga chiqmadi. Xitoycha medialarda hali bor bu gap, necha odamlarni qo'lga olib qolgan ishlar bor. Shunga shu Xi Jinpingni o'ldirishga uringan bir ahvol yuz bergandek, lekin men uni muqim aytolmayman shular bo'ldi deb. Xitoy analistlar hali so'zladi bu haqda. Yana bir xabar o'tgan hafta maslaga Hangda degan Amerika Xitoydagi uy mulk ning savdosini qildigan bir cho'ng shirkatniki iqtisodiy qiyinchilikka duch kelib, hozir taqlib qilish ehtimoli bo'layotganligini degandim. Yaqinda chiqqan xabar
Bu xabarımı yine İngiliz xabarida to'liq aniq narsa demeydi. Menimki men izlab baktım, biraz topolmadim. Ama Xitoycha medialarda bu shirkatni Xitoy hukumati o'tkazilib, davlat egiligidagi korxona qilib ketadi ekan degan gap bor. Bu bir o'zgarish, shirkat to'g'riliq. Endi sizlarga mana bu o'zim boshlagan bir yangi xizmat, yangi proyektni to'liqroq gapga deb o'yladim. Ben yaqinda bir yangi ishga kirdim bizniki idorada. Bir proyektga. U nima ish desanglar, hozir shu kunni tekshirayotgan teleskoplardan 10 dak teleskoplar bor. Uning ba'zilari yer yuzida, ba'zilari osmon bo'shlig'ida. NASA'ning 3-4 teleskoplari bor, osmon bo'shlig'ida turib kunni kuzatadigan. Odatda biz buni kunga qarasak bir nihoyat yo'riq bir sharni ko'ramiz. Bir sharoblam ko'rindi. Lekin kunniki yuzida nurg'un o'zgarishlar bo'lib turdi davomli. Bu o'zgarishlarni bu odatga ko'z bilan ko'rib olmaydi. Odatdagi ko'rinadigan nur bilan ishlaydigan teleskoplarni ko'rib olmaydi. Bu elektromagnet to'lqinniki to'lqin uzunlik doirasi intayin keng. Bu bir necha angstromdan deymiz. Angstrom degan 1 nanometr 10 angstrom endi. Bu nanometr degan 1 mikrometr 1000 nanometr. Bu mikrometrning cho'ngligi qanchalik desanglar, ma insonlarning chechiniki tomligi 15 mikrometrdan 180 mikrometrgacha keladi. Odamlarniki millat turiga qarab turib o'xshamaydi chechining tomligi. Çünkü en inişki çaç 15 mikrometre keladi. 1 mikrometr 1000 nanometr keladi. Odamlarniki kuzi ko'ralaydigan to'lqinlarniki to'lqin uzunligi faqat 400 nanometrdan 700 nanometrgacha. Şunu biz kuniga qaragan chog'da ash aliqdagi nurlarni ko'ralaymiz. 400 nanometrdan 700 nanometrgacha. Undan sirtidagi, undan kichik yoki cho'nglarini ko'ramaymiz. Endi kunni kuzatadigan teleskoplar ultra zarabshan deydi değil mi? Ultra zarabshan, ultraviolet yoki extreme ultraviolet degan doirada ishlaydi. Hozir ishlayotgan teleskoplarniki to'lqin uzunligi 9 nanometr, 13 nanometr, 17, 19, 28, 30 nanometr degandek doirada. Agar shu teleskoplardan kuniga qarasanglar, mana narsani ko'rsatlaman, ko'rsatib qo'yay. Mushu 6 xil to'lqin uzunligi bilan tatgan rasm bu. Rasmi tortilgan rasm. Bunidagi bir narsaga diqqat qilinglar. Kunniki yuzidan, kun sharining yuzidan nihoyatda kuchli, nihoyatda cho'ng o't volqonlari etiladi. O't volqonlari etiladi. Bu kunniki diametri 1.400.000 kilometrga yaqin keladi. 1.400.000 kilometr. Bu kundan chiqqan ba'zi o't to'lqinlariniki egizligi 1 million kilometrga yaqin boradi. Mushunday hodisalar bo'ladi. Shuning bilan quyosh shamili degan narsalar paydo bo'ladi. Shu kun yuzida etilgan o't volqonlariniki ta'siri bilan quyosh shamili degan narsa paydo bo'ladi. Bu quyosh shamili yer sharininki shu havo klimati ishtirokini ta'sir ko'rsatadi. Ashta bo'lg'achqa NASA ve dünyadaki yine başka nurgun bir kısım o'rinlar endi mesela teleskoplarni yasab maxsus abatin degan hozir ishlayotgan teleskop, buniki 6 kanali var. Bir teleskopning 6 kanali var. Abatin men degan 6 xil to'lqin uzunligida ishlaydi. Undan boshqa bizning idoraniki qashida bir egiz tog' bor. Shu tog'ning ustidan bir teleskop bor, maxsus shu kunni kuzatadigan. O şu teleskopning qashida bir qancha dam butun kun ishlaydi, kuniga davomli qarab turadi. Kunning yuzida nima o'zgarish bo'lyapti degandek. Qolgan teleskoplar mana shundoq. Bizning davrdagi tog'ning ustidagi teleskopga ayni vaqtda Einstein chiqib ketdi ekan. Men bizning davrga kirib 6 oydak vaqtdan keyin men chiqdim, u yerga chiqib bu teleskopda kunlarni ko'rib qilib boqqan. Bu dunyoniki NASA'niki kunni nimcha bunday kuzatadi desanglar, abaytaman degandek kunda bo'lgan o'zgarishlar insonlarning hayotiga ta'sir ko'rsatadi.
endi bizniki quyosh sistemasıniki ömrü 9 milyard yıl. 9 milyard yıl ömür kurdu bizim quyosh sistemimiz. Hazır bizim quyosh 4,5 milyard yıl, 4,5 milyard yaşga kirdi. Demek ömrünün yerimi tugedi, yani yerimi bor. Aştaq bo'lgandimi, agar favqulodda bir cho'ng o'zgarib qilib, insonlarniki hayotiga yashar ta'sir ko'rsatib qolmasin deb, shu quyoshning yuzida bo'layotgan o'zgarishlarni tekshirib, uni tushunish, uniki davrligi qandoq, bu davomli bo'lib turganmi yoki yangidan paydo bo'lganmi? Agar yangidan paydo bo'lgan bo'lsa, u yer yuziga qanday ta'sirlarni ko'rsatyapti, dengiz suyiga, qolgan narsaga qanday ta'sirlarni ko'rsatyapti degan narsani tadqiq qiladigan gap endi. Aştağı bo'lg'achqa mushtaşdan to'xtamay qo'yatdi. Endi men mushtaq teleskoplar bor turib, nimishqa ma bir yangi ishni boshladi bizning idora desanglar, bizniki hozir yangidan qilmoqchi bo'lgan teleskop niki xarajati hozirgi eng ilg'or teleskopniki yerimiga barobar keladi. Iqtidori hozirgi eng ilg'or teleskopdan 10 narsa yaxshi. Aştaroq bir narsani o'tirib qo'yib shuni qilyapmiz. Men shu ishga kirdim yaqinda. Shu mashina sizlarga atab qo'ygim keldi. Endi sizlarga endi qo'ygan birinchi ishlar bor. Uyg'ur Project fondiga oid. Uning birisi sizlarga men o'tganda degandim, Sean Robinsonniki bir kitobi bor. Uyg'urlarga qarshi urush degan. Shu Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik siyosatlarini pash qiladigan kitob. O inglizcha yozilib e'lon qilingan Uyg'ur Project fondidan ash kitobni nashr qilgan nashriyat va avtorlar aloqalashib, biz uni uyg'urchaga tarjima qilib 500 parcha bosadigan huquqni oldik. Men o kitobni hozir butunlay tarjima qilinib bo'ldi kitob. Uniki PDF nusxasi bor, tarjima qilinib bo'ldi. Men bulardan bu kitobni tor betiga chiqarsak bo'lamdi degan desam, unmidi. Faqat 500 parcha kitobni besib, faqat yo'l kirasi bilan besish haqqini ham chiqaradigan qimmatda setishga ma'qul bo'ldi. Shuna qilmoqchi, bu kitob yaqinda nashriyatga beriladi. Xudoyim bo'lsa, bu yil 11 oyning 12-kundagi Cumhuriyet Xotira kunidan burun nashriyatdan chiqib bo'ladi bu kitob. Andan keyin yana bir kitobim bor, uni inglizchadan uyg'urcha tarjima qilingan. U kitobniki biz nashriyat huquqini olamidik. Hatta bu boshqa ma kitoblar o'xshash shaklda taqatolmaymiz. Lekin uni boshqa usulda taqatmoqchi haqsiz. Uni vaqti kelgan chog'da sizlarga deyman, Xudoyim bo'lsa, ikki kitob bizniki Cumhuriyet Xotira kunimizdan burun tayyor bo'ladi, nashr qilinib tayyor bo'ladi. Xudoyim bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lgan joyga muopir shu yerda taqtishni planlayapmiz. Buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Ondan keyin Uyg'ur Project fondi Turkiyadagi Yera Uyg'ur tili maktabiga 2020-2021 yillik o'qish yilida o'qituvchilarniki qo'shimcha maosh, to'liqlama maoshini berishga yordam qilgan. Uniki bir qism pulini biz iyon to'plab yig'dik, bir qism pulini o'zimizdan chiqardik, ashta qilib bir yil yordam qilgan. Ular hozir bunday qiyinchiligi bor ekan, ashta bo'lg'ashqa bu yordamni 2021-2022 o'qish yillari yana bir yil davomlashtirmoqchi. Shu 10-oydan boshlandi. Hozircha 5 o'qituvchiniki to'liqlama maoshini bermoqchi har oyda. Buni sizlarga deb qo'ydim. Andan keyin bugun ehtimol hozir bo'yatdi yoki bo'lib bo'ldi. Aytgan, shanba kuni 9-25 kuni Istanbulda Turkiya yozuvchilar jamiyatiniki yardım bilan İmran degan bir inimiz Mahmud Qashqari she'r deklamatsiya kechadagi o'tkazmoqchi 25-sila. Bu kechadagi mush faoliyatga Uyg'ur Project fondidan ozroq yordam qildik. Buni sizlarga deb qo'ydim. Bugun deydigan asosiy gaplarim shu. Men yaqinda yine to'xtamay o'zimizning ish to'g'riliq o'ylanib kelyapman. Hozir WhatsApp yo'q qolgan ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarniki faoliyatlari burunqidan susishib qoldi. Bu bir tabiiy ahvol.
buniki nima uchun bunaqa bo'layotganligini bilmayman. Psixologiya jihatdanmi. Hozir endi vatanda nayti ig'ir ahvollar bor. Hech qanday yaxshilanish yo'q. Yaxshilanish yo'q. Qachon yaxshilanadi? Xitoyniki qirg'inchilik qachon to'xtaydi? Qanday shaklda to'xtaydi? Bizga bo'lgan ziyon zodi qanchalik? Bularni bilmaymiz. Ashta bo'g'ashqa umumyuzlik hozir Uyg'urlarda bir xil o'zgarish bor psixologiya jihatdan. Buni ba'zilar e'tirof qiladi, ba'zilar e'tirof qilmaydi. O'zgarish bor. Biz Uyg'ur millati bundan keyin buniga o'xshamaymiz endi. Ashta o'xshamaydigan bir qism o'zgarishlar yana bo'lib qoldi allaqachon. Endi muhim masala zodi biz o'zimizning hayotini qanday davomlashtiramiz? Vatandagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun biz nima ish qilsak bo'ladi? Bu vaqtda o'ynashni to'xtatmaydi. Kuchliklar talaysizlarni yo'qotmaydi. Kuchliklar imonliqlarni yoki imonsizlarni yo'qotmaydi. Kuchliklar ojizlarni yo'qotadi. Uyg'urlarniki 15-asrdan orqaga chekinib, eng oxiri biz makunni ko'ryapmiz. Burun unday emasdik. Burun bizni kuchlar orasidan o'rin olgan bir millatdik burun. Hozir endi ojiz bo'lib qoldik. Shu makunning dardini tortyapmiz. Shunga boshqalardan bachon umid kutib bo'lmaydi. Hozir o'zimniki farzicha eng chong bizdagi eng chong umid Xitoy davlat hokimiyatiniki o'rilishi bo'lishi mumkin. Endi Xi Jinpingniki o'rilishish ehtimoli biroz chong deb qaralyapti hozir. Endi Xi Jinping tushib ketsa-mu, uni o'rniga chiqadigan Xitoyniki undan bakchiq yashab ketishi tayin. Endi faqat Xitoy hukumati ag'darilsa bizga bir fursat keladi. Endi bu qisqa muddatlik ish. Uzun muddat jihatdan biz yanalam o'zimizni kuchlantirib, biz qaytadan kuchliklar qatoriga kirishga tirishishimiz kerak. Tarixda ba'zi misollar bor. Men burun bir Yahudiniki hikoyasini anglagandim. Yahudlarniki tili yo'qolib ketgan butunlay. Yo'qolib ketgan bir Yahudi 8-9 bola olib bolalarni hech qanday boshqa tilda so'zlamaydigan, faqat o'zini tilda so'zlaydiganlar qilib cho'ng qilib, undan keyin qolganlarni chaqiriq qilib, bu ishlarni davomlashtirib, o'zimizning davlatda bo'lmaydi, Isroilni asliga keltirmasak bo'lmaydi deb ziyonistlarni chaqiriq qilib ashta qilib yurib, Yahudi tili hozir asli kelib qoldi butunlay. Ular qila oldi demişler ishni. Uyg'urlarni qila olamiz. Biz u darajada emas, qila olamiz. Beshimizga hozir kelgan ahvollarga qartami bir qism tadbirlarni tepib chiqa olamiz. Shunga mush jihatda hammamiz izlashimiz kerak. Chet elda qo'lidan amaliy ish qiladigan nurg'un qarindoshlar bor. Ular tirishayotdi. Tirishayotdi. Bir qismlar bor tirishmay yetib olganlarmi bor. Ama tirishayotganlarmi ko'p. Yana bir qism qarindoshlar bor. Amaliy ish qilish qo'ldan kelmayotgan, shuning bilan tititlik bo'lish ichida yashayotgan qarindoshlar bor. Ana shunday qarindoshlar bilan deb qo'ydiganim Uyg'ur Project fondidagilar amaliy ish qilayotgan, amaliy ish qo'ldan keladigan qarindoshlarni asosan bilimiz biz. Anikin bular pulga ehtiyojli. Agar hech kim qilmasanglar, iqtisodiyotga yordam qilinglar, biz uni ish qilayotganlarning qo'liga yetkazamiz. Bu jihatda ishlarni intayin muntazam qilyapmiz, sizlarning xabaringlarda bor. Men bu jihatda endi bu gapni deyishimning sabab nurg'un ishlar bor, biz o'zimizni qilib ketamiz deb qilib ketaymiz. Lekin bu millatning ishi bo'lganligi uchun imkon bor. Niyat qilgan, millatga yordam qilaman deb niyat qilgan qarindoshlarning hammasini safga akirib turib, millatning ishini birga qilaylik deb bizning ashta bir g'oyamiz bor, orzuyimiz bor. Ashta bo'lganligi uchun men gapni davom etaman. Shunga buni mushfidoq bir kontekstda tushunsanlar bo'ladi. Bo'ladi, bugun bo'shinchilik so'zlay. Kilar qatam ko'rishga omon bo'linglar.
Xayr xo'sh, Allohga omonat.